Bugun meni tug'ilgan kunim. Uydaman. Hech qayerga chiqmayman. Chunki sizlardan kelgan samimiy tilaklarni qabul qilib olaman. Bugun har kungidan ham ko'proq mehrga muhtojman. Yoshligimda mehrga to'ymaganim uchunmi bilmadim. Komment yozgan obunachimga sovg'am bor deganimda like 100 ta, komment 1000 tadan oshardi. Sovg'a berishni to'xtatganimda o'sha obunachilar hatto komment yozish u yoqda tursin, mendan atpiska bo'lishdi. Menimcha hozir faqat meni yoqtirib kuzatadigan obunachilarim qolgan, to'g'rimi? Yoningda man nima bo'lsa ham ishsiz qadam tasholmayman hech. Shun hatto yasholmayman hech. Sensizlikka chidolmayman hech. Yoningda man nima bo'lsa ham tabiatning o'rtasida, koinotlar orasida eng go'zal sensan, eng go'zal sensan.